Nimami? Ovqat yeysanmi? Yo'q, yeymayman. Ne qara isitib beraymi? Yo'q, yeymayman, qornim. Qasam ikka tashab kel. Shuni to'g'ri aytsangiz bo'ladi-ku, birinchi menga keyin tikka qilamiz. Orzi, faqat suv sepib bermasdan keyin buni orqasida hamma joyga supurib qo'ygan qizim, bo'ptimi? O'zi shunday qilmoqchimi? Ha, qidayin aytib qo'yapman-da. Xo'p. Aytsa qilib, aytmasa qilmay yurmadinglar-da. Sen bilan supurga. Bitta qoqini ushab, o'ynab o'tirsam, qolganlarni kim teradi? Ena teradimi? Shuncha qoqi hammasini tez terib ishlab qilsang bo'lmaydimi? Erta qishda o'zing yeysan-ku. Ayla, teryapman-ku, nima qilyapman? Non termayman. Tez qimirla bolam. Erta kunda kech qilmasdan. Hasoy o'z qilishim ko'rinmaydi sizga. Unaqa tez. Idish tovoqlarni yuvib bo'lgandan keyin borku ovqatdan osib qo'ygan, maylimi qizim? Keyin qoqlarni borku qaynatib, yaxshilab bitta kompotdan osib qo'ygan, maylimi? Ha, aya, aytmasangiz ham qilyapman-ku, idish tovoq juvasin, ovqat qilaman. Borib birpas Mahfirat momon bilan g'iybat qilib o'tirsangiz bo'lmaymi uyda? Kelganingizcha hamma ishingizni qilib qo'yaman, aya. Otam haydagani yetmaganda endi sen meni hayda shu uyda. Kecha tuxumdan chiqib olgan jo'jacha. Yevile. Bo tez qil. Gap qaytarasan menga? Ya o'zingga netcha seni. Yo'q. Aytmasam, hozir o'zim bilib qilyapman. Har ish qilganda kelib asabni buzish kerak emas-ku. Sizlardagi ayolaring shunaqami yo bitta menga ham shunaqami? Turetskiy yog'ini yangi olganmizda mana qo'yman. Qizimni sepiga deb oldim buni qara, ustiga yopilganmi qanda. Ishdan charchab kelgan, shunga uxlab yotdi bu. Ertalabda kechgacha uxlab, bu uyqum sevyaptiman. Qarang, katta gullisidan oldik. Buni komplektida bu, qani. Yot. Mana. Xassizlik güzel. Mana eskisini yopib, Orzu. Mana eski ham bor-ku. Yaxshi oydi. Eskisini ishlat, yangi narsa olgan narsani ol. Darrov ochib ishlab tashlab bermang. Yuring qo'shni. Ayami ham Nasiba deganlarga borib kelay. 10 soat yo'qolib ketmay yana, bo'ptimi? Tez bor, tez qayt. Boshing borib, oyog'ing qaytsin. Aya, men keldim. Kelibsan, mashildirab. Sen ertalabdan kechgacha shu Nasibaning uyidasan. Seni men tuqmaganman. Seni Nasiba tuqqan. Hamma ish qilib bo'lganimdan keyin bezday bo'lib kelishingni qara. Tayyorga ayyor bo'l. Yo'q, bilmayman. Nimani gaplashasan shu bilan? Yigitlar haqida gaplashasanmi? To'g'risini gapir. Hamma joyga qonlarga ham otib tasha, buyoqlarga ham otib tasha. Ha, olma yemay zahar yegur. Bak, bodringga ham yedi, uni ham otib. Bo'pti, pomidorni ham yedi, po'choqlarni otib tasha. Keyin ovqat yedi, uni ham ortlarni bitib, deb bersak, tayyor cho'ri bor. Men hamma joyda bitib tozalab yuraveraman. Qilmasan, bir ish qilmaysan-da, shu qo'qitib yuraveraman, sen ko'tib tozalab yuraveraman. Siz bir ish qilmayman, aya. Xuddi bir ish qilib qo'ygan ekan. Oyog'imga yet, men yuvdim mana-yu. Nima bunga baqirasan, shunchalik parasating yo'q sen qizni. Shu bilan olmani kamroq ye, jirt bo'lib qolasan. Tualeting oldidan senga joy solib bermay yana. Kelolmay qolma. Bo'lmasa ich. Battar bo'l. Ha, yaxshimisan degana charchamayapsanmi? Uychilaring yaxshimi, hammasi yaxshimi? Yaxshi yuribsizlarmi? Endi nima bo'lar ekan bolalari? Qolib ketar ekanmi-yu? Yetim bo'lib qolib ketar ekanmi? Ajrashdimi kimdir? Bu ushlayaptimi? Aytdim, o'z borku erining qadam bosishi boshqacha aytdi. Men necha marta aytdim unga, ehtiyot bo'l, ering yurib ketmasin. Bolalar yetim bo'larmi endi? Voy. Endi nima bo'lar ekan? Bor, duganangga bor. Toza boraman deb yotding-ku, bor. 10 soat yo'qolib ketarding-ku. Bor, duganangga gapga. Xo'sh, baraka topgur. Qo'ysan-da, yo'qmi? Keyin nima bo'pti? Keyin qaynonasinikidan kelib qo'yibdimi-yu? Men aytdim, senga aytdim, 100 marta aytdim, ehtiyot bo'l, ering yurib ketsa, o'lasan, erta dardingni kimga aytasan deb necha marta aytdim. Shu ko'chadagilar hozir bo'ldi, boshqadan yerda ildiradi ketadi, borku. Qoyilab o'tiradi uyingni tagidagilar. Uyingda tagiga kelib oldi. Endi o'zini o'zi olsam ekan. Ha, o'shada mana topadigan tutadigan bu erkak bo'lsa, shunday oladi-da qo'yadi. Endi men ildirib ketaveradi-da hozirgilar. Aya. Yerga tegmagan ekan. Ham o'lsin, og'zigini sigacha. Yo'q, uylangan.
İranga yeri qiladi. Qachondir odamlarning qiziga o'xshab senam vaqtli turib mana ishlarni qilishlar deysan. Ha, quribsanmi yo'qmi? O bo'ldi soat. Hali ham uxlayapsan. Mana tarvuzini 2 kundan beri bu yerda sasib yotibdi. Opar musulga partasang bo'lmaydimi? Itam yotgan joyini bor-ku, tubi bilan tozalab yotadi. Sen uxla. Hali endi 6 bo'ldi-ku. Telefoningni yig'ishtir-da qizim. Senga anchadan beri bir narsa so'rayman deyman. Vaqt soati bo'lmay turdi, mana sendan hozir so'rayman. Qizim, aylanib ketay. Onangman, hamma narsani tushunaman. Agar u buguning bo'lsa ko'nglingda ayt. Seni to'g'ri tushunaman, so'kmayman, urishmayman, aylanib ketay. Dadangga ham aytmayman, hech kimga aytmayman. Ikkalamizning oramizda qoladi. Kelgan sog'uvchilarning hammasini jo'natib yuborasan-da, shuning uchun bir so'ray dedim. Urushmaysizmi? Yo'q, aylanay. Kim bilan gaplashyapsan? Ana narigi mahalladagi Turdiboy bobom-ku. Ha, Turdibay. Ha. Ana shuni nevarasi bilan shuni anchadan beri gaplashaman. U ham meni yaxshi ko'radi, men ham uni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rguvchilar. Ismi nima uni? Aziz. Aziz. O'zimning sinfdosh. Ha, sinfdosh edilaring-a, Aziz. Birga o'qishga kirdik. Hozir kursdoshi. Ko'rishmam tursalaring kerak endi. Ha, ko'rsatamiz. Bu narsalar berib ham tursa kerak-a senga. Ha, ko'p beradi. Sizning tug'ilgan kuningizda katta gul bor edi-ku. Ana shuni yaxshi beradi. Ha, yo'q-e. Telefonimga qara-da. Ha, Yaxshi, zo'r ekan-da sizlar. Uchun zo'r ekansan, malades qizim. Alo, dadasi? nimaga bunaqa?